Assalomu alaykum, dehqon akalar, yaxshimisizlar? Mana bugun 30-aprel. Hop, kecha o'sha poliyamizni 2 kun oldin terimini boshlaganmiz. Narigi chekkadan olib yog'ini ko'rsataman. Kecha mana 600, 500 hop, bir 305 kilo, bir 247 kilo. 552 kilo kecha mana klientimiz olib ketganmiz, undan yana qoldi. Hozir kelyapti. Keyin mana 120 kilocha atrofida bor chamasi. 600 kilocha uzibmiz kecha. Lekin poliyamiz endi yarmiga yetdik. Hop, ayollarimiz, opalarimiz ishlashyapti. Poliyamiz yarmiga yetdik. Bitta gatimizdan taxminan bir 30 kiloga yaqin chiqyapti. Hozir uni ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Mana mana shu yerdan hali bu yoqqa kelishgani yo'q. Bu yerda bir 8 tacha yer ko'chatimiz bor. Qolgani stakan ko'chat. Hosillar bor. Mana yer ko'chatlarida ham hali. Endi yoqdan bu yoqqa terib kelinyapti. Hop, mana bu yoqlari endi mana nimalar egib yuborgan. Bu yoqqa qilib turib. Mana boshlarida, tepalarida ham, boshlarida ham hosillar bor mana tayinlarda. Ko'p hosillar, bargda bu yoqqa yozilgani yozib. Bo'lmayapti, bilmayapti mana. Hosillar turibdi. Shu kungacha hozir mana 2 tonna 800 kilo uzdik, mana 48 42 so'tikdan 48 agat. Hop. Hozir ko'rsataman yig'larni ham. 75 millionlik sotildi. 42 so'tik. Hosillari terib kelinyapti. Shu 2 metr yurib yurmasdan paqir to'g'ri to'lyapti. 3 kilo to'g'rilarni. Mana kelar hosil. Terim bo'lgan beylardan. Terim bo'lgan joylar mana. Mana hosillar aylantirib hosil sop tashlagan ekan. Mana hosillar. Alloh baraka berib sop tashlayapti mana hosillar. Allohga shukr. 20 hop. Hozirgi kunda 25 million beryapmiz. Shu poliyani o'zidan 25 million olib ketishyapti. Endi Toshkentga olib bersak, Toshkentdan klientlar so'rayapti. 30 million. Endi bunga texnikamiz yo'q o'zimizda. Xudo xolasa bildan texnika qilib olsak, uni ham yo'lga qo'yamiz. Mana poliyamizni mana shu mana kapelni sistemadan sug'oramiz. Mana shu mana yarmi. Mana shugacha ana shu opalarimiz ishlayapti mana. Kecha mashidan tushdi. O'sha yerga borguncha darajada bir 200 kilocha uzishdi. 200 kilocha uzishdi. U nimaga hali poliyamiz yarmiga endi borishdilar. Mashigacha bo'lgan jarayonda hozir 25 taga yog'da bo'ladigan bo'lsa 800 kecha 600 kilo, undan oldin 200 kilo. Hop, yana qolib ketgan 150 kilo. 850 kilocha uzdik mana. Poliyani u chekkasidan boshlab mana bu joyga kelguncha 850 kilocha uzdik. Xudo xolasa mana shu opalar pastga tushguncha yana bir 200 kilo uziladi. Bu yoqdan xudo xolasa bir 500 kilo uziladi. 1,5 tonna chamasi bor mana. Klientlar ham kelishdi mana. O mana maşallah. Gap ustiga nima bo'ldi mana. Eksa bo'lar ekan akalar, albatta sorti yaxshi. Xudo xolasa natijalari ham o'ta go'zal bo'lyapti. Manzil Namangan viloyati Sho'ron tumani. O'g'ay qishlog'i. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol kelaverasizlar akalar. Klientlar kelishdi, endi klientlarga qaramasak bo'lmaydi.